Tushda plastik karta ko'rishning ta'birlari. Agar karta qo'lingizda bo'lsa, bu ishonch va mas'uliyat belgisi. Agarda boshqalarning kartasi yoki ishlamasa, shaxsiy sirlar va xavfsizlikka e'tibor berishga ishora bo'ladi. Yangi karta olish hayotda yangi bosqich va o'zgarishlar ramzi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.